Size 10 ming dollar beraman dedim. Maşıktan kim uçsa da kecha video qiluvdim. Bu videoga bitta. Assalomu alaykum. Aka, challenge'ingizni qabul qilamiz. Men o'zim ustaman. Siz bitta videoda to'liq ma'lumot bermayapsiz. O'sha bitta tekislikda o'tish kerakmi yoki xohlagancha oqib ketib bo'lsa ham o'tsa bo'ldimi? Bitta. Bu videoda siz to'liq ma'lumot bermayapsiz. Bitta tekislikda bo'ladigan bo'lsa, uzoq masofaga uncha odamning kuchi yetmaydi. Men o'zim katta Farg'ona kanalida katta bo'lgan bolaman. Faqat suvni betida, suvni tagida ham o'tganman. O'tdan o'tishga, suzib borishga ham aqlim yetib turibdi. Shu bitta aniqlik kiritish kerak. Faqat shu to'g'riga o'tish kerakmi yoki oqib ketib bo'lsa ham nariga yuziga o'tsa bo'ldimi? Yana bittaga aniqlik kiritib ketaylik. U yoqqa o'tib, bu yoqqa qaytsa 20 ming dollar bo'ladimi? Shunda? Yoki faqat o'tib bersa 10 ming deb qaytadimi? 10 ming dollar menga zarar aka. Videoni ko'rsangiz, shunga bir aniqlik kiritib bitta video qilib qo'ying. Agar tekislikda bo'ladigan bo'lsa, unga qarab ish qilamiz. Xohlagancha o'tish kerak desangiz, unga qarab ish qilamiz. Videoni o'sha akaga tashlab qo'yasizlar, o'zini ham atmetka qilib qo'yaman. Ko'rsangiz bitta video qiling, mana shu tekislikda o'tish kerak 10 ming dollar olish uchun desangiz, unga qarab ish qilamiz. Chunki masofa uzoq. Men o'sha yerda eshitishim bo'yicha 760 metr uzunlikda ekan. Suzib borishga aqlim yetadi, faqat u tekislikdan uncha-munchasi o'talmaydi-da. Bitta tekislikdan o'tish yerda mushkul. Shunga bitta aniqlik kiritib olsak, xudo xolasa, bilet jo'nasangiz, bugun kechib ketaveraman aka. Bilet jo'nasangiz, bugun kechib ketishim kerak. Sразу borib o'tib berib, bu yoqqa qaytaman, ertaga shu vaqtda boshlashim kerak. Mayinglar terib qo'yganman. Bitta like bosib o'sha akaga tashlab qo'yasizlar.